Do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan qanday qilib Minecraft Pocket Edition'da serverga ulanish haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib serverga qanday ulanish mumkin? Oppositions bo'limiga o'tib olib, mana bu yerda nick joyini doimo o'zgartirib qo'ying. Hech kimda yo'q nick bo'lishi shart. Xo'sh. Bu nick hech kimda bo'lmasligi kerak. Aks holda sizdan birovni nick so'raladi. Meniki bu 2026 edi. Xo'sh, kelinglar. Unda kelinglar Mr. M nokta. Mr. M bo'la qolsin. Xo'sh. Bu yerda do'stlar server bor mana. Serverga qanday kirishimiz mumkin? Uning IP'si play.pvp craft.ru bo'lishi shart, bo'lmasa bo'lmaydi. Port 32 bu pp, agar buni 6 qilib qo'ysanglar Bedwars 32 tursin. Hoshname farqi yo'q. Bu Bedwars kirishni tavsiya bermayman, chunki o'ta kam odam kiradi. Ad serverga bosamiz, bu yerdan chiqib ketamiz. Ilk ko'rishlar mumkin mana. Aytgancha yana bitta eslatma, bu server faqat Wi-Fi da qo'llab-quvvatli, faqat Wi-Fi da kirishinglar mumkin. Yo birovda tochka yoqsa, tochka gullanib. Kirganlaringni hozir ko'rsatib beraman. Mana serverga kiryapti. Kirganlaringni mana base register deb yozib qo'ygansa, o'zingizga parol yaratishinglar kerak. Qanday parol yaratishimiz mumkin? Hozir Mr. M. Mana. Tayyor, endi qaytaringlar deyapti. Yana Mr. M qilib jo'natamiz. Xo'sh, vash parolni sложный он. Do'stlar, juda qisqalik qilyapti biz parolimiz, soddalik. Mr. M kuchukcha. Mana do'stlar. Endi yana Mr. M kuchukcha. Parol sложный hali ham shunaqa deyapti do'stlar. Shu parol to'g'ri kelmaguncha shuni deyorishinglar kerak. Masalan, nima desak bo'ladi? Kelinglar ko'rishinglar mumkin, otvordi xato qilib terganim uchun. Shunaqa parol yaratishlar juda ko'p vaqt olishi ham mumkin do'stlar. Masalan, uzbek 1209 kuchukcha. Yana uzbek 1209 kuchukcha. Endi uzun deyapti do'stlar. Juda injiq server ekan, xo'sh unda. Salom, so'roq 1-2. Salom, so'roq 1-2. Judayam server injiqlik qilyapti do'stlar. Unda bo'lsa player 098. Player 098. Do'stlar, umuman serverning injiqligi bu. Oldin oson edi kirish, registrda oddiy raqam yozib ishchilaring ham kirar edi. Hozir negadir kirmaydigan bo'lib qoldi. Kelinglar unda 12-23-34. 12-23-34. Harflar bo'lishi shart. M all M. Xullas do'stlar, siz o'zlaring parolimni juda do'stlar o'ta ko'p harakat qilib o'qiganman. Uchun o'zimda anomdan kirib ko'rsatib beraveraman. Bu 2000 jakralmasalar men akkauntimdan foydalanaveringlar, menga farqi yo'q. Serverda men qiziqishga o'ynayman, hech qanaqa kuchayish uchun emas. Mana menda login so'rayapti. Men loginimni kopirovat qilib qo'yganman. Sizlar ham kopirovat qilib qo'yishinglarni tavsiya beraman. Mana.
Mana loginim mana shunaqa. Mana yashil chiqdi. Mana do'stlar, kirib bemalol o'ynashinglar mumkin. Sizlarga nimani tavsiya beraman do'stlar? Kelinglar, ko'rsatdim sizga. Mana 130 tani bor. Endi ikkita duelda g'alaba ham bor menda. Bitta serverda obzor qilib beradi. Skywars do'stlar, Skywarsga kirsanglar 2 soat qolib ketasizlar. Odam kutaverib zeriga xullas. Lekin mana bu yerda Sky Battle вообще 3-4 soat o'tibsizlar buni odam kutib. Yo odam o'zlarini chaqirib 3-4 do'st kirib o'ynasanglar, bo'laveradi. Mana bu yerda do'stlar AG shoshmang, buni men birinchi marta ko'ribman to'g'risi. Nima yeysiz endi bu? Seversan o'z ko'payman. Bu yerda 3 minut deyapti перезагрузка. Bitta do'stlar PP arenasi bor, bunda bilan ursanglar bo'ladi. Mana bu bratchik meni o'ldiradi. Mana qotib qo'yaman bundan deysiz. Xo'sh, keyin mana bu yerda do'stlar menga eng yoqadigan duellar bor. Bunga bitta kirib qo'ysanglar, odamlar qiziqib keladi. Mana bu yerda running ketyapti, mana ikkitasi kiribdi. Hech kim odam kutgan yo'qmi agar o'ynab ko'rsatib beradi. Yo'q do'stlar, hech kim hali odam kutgan yo'q ekan. Shuning uchun kirolmaymiz endi. Shunaqa do'stlar, zo'r yerda komandlar ham bor, ko'rsatib beraman. Yaqib turib, help qilib yozsanglar, bitta nima qilishlar chiqib keladi. O'sha bularga ham foydasi yo'q. Tel qilsanglar mabodo, uncha yozmoqchi bo'lsanglar. Do'stlar, o'zbeklar ham server juda ko'p kiradi. Va haqiqat hozir kirmayapti, yo kirgan bo'lsa ham bilganimiz yo'q hozir. O'zbeklar bormi? Muzika ketib qoldi sizlar. Ko'rishlar mumkin. O'zbek bormi desam hech kim javob bermayapti. Milarga hasta aka. O'zbek bormikan? Uzr do'stlar, telefon kelib qolyapti. Xo'sh, sizlardan kelamiz. Hech kim o'zbek yo'q ekan, bo'pti. Do'stlar, skill'laring bir xil bo'lishi shart emas. Yana bitta gap. Sebabda minsira tepada qorlarni ochib qoladi. Duelda mag'lub bo'lib kelsanglar, ochliklarni ham qolib ketishinglar mumkin. Har xilda disconnect qilib turinglar. Hozir перезагрузка bo'lib qoladi. Voy, sizlar bilan Mr. Mehrojbek edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytgancha, men loginimdan foydalanishinglarga bemalol ruxsat beraman.